Bu trend hozir millionlab prosmotrlarni yig'yapti. Ya'ni har bitta qo'shilgan obunachi uchun tarelkaga shunchalik ko'p chuchvara tushaveradi. Lekin siz bunaqa akkauntligi chuchvara yoki qanaqadir premiumli mashinada podpisatsiya qilmaysiz. Buni sababi siz dopamin tuzog'iga tushib qolgansiz. Hozir sizga qanaqasi ishlashini tushuntirib beraman. Bu yerda ikkita kuchli trigger bor. Birinchisi, siz akkaunt o'sishini o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Sizning podpiskangiz oddiy raqam emas, bu real hayotda yana bitta chuchvara yoki boshqa buyum qo'shilishi. Ikkinchisi, bu yakunlash effekti. Miya bo'shliq to'lmagunicha videoni to'xtatishni xohlamaydi. Kadrda arzon zubatiska bo'ladimi yoki lyuks avtomobilmi, farqi yo'q, siz finalni ko'rishni xohlaysiz. Bu siz axlat qilishingiz uchun juda ham oson format. Buni ishlab chiqarish oson va buni hamma tilda tushunishadi. Hozir 2026-yilda shunaqa marketing strategiyalar ishlayapti. Instagramdagi prosmotrlar odamlarning psixologiyasini yaxshi tushunishni boshlaganingizdan keyin oshishni boshlaydi. Agarda siz kontent va marketing haqida ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, mana akkauntimga podpisatsiya qilib qo'ying.